Hayat aslida güzel. Ziyoda takallufning nima hojati? Güzellik uchun niqoblanishning zaruriyati yo'q. Asli qiyofatimda senga yuzlanish uchun keldim. Güzellik imtiyozimni qaytarib kelish uchun kandidatni tanladim. Ehtiyot qiling, bir oz yashirib ketasiz. Shangang Dermalogika kandidat teri asrash mahsulotlari. Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Ko'rib atqaninglar Şinjan yangi kandidat biopentexnik cheklik shirkati tajidorligidagi Mevlana studiyasi, shundaqla Unum mediasi birlashib surat kelib atgan kandidat muzik so'rini programmasi. Men riyosatchi do'stlar Adiljon Abdumat. Yaxshimisizlar do'stlar, men Mevlan Memtimin. Bugungi muzik so'rinimizga taklif qilgan ikki aziz mehmonimiz Do'lan muqamlarining yosh varislaridan Maknoyisning Qumqisar yezisidan kelgan muqam varislari Ezizjon Qodir bilan Akbarjon Qodir Qarşılımız. Tishliqma. Tishliq tutolma. bilan tutulma. Bizda ikizga aka. Tamaqan elavasi bizlik qoldi. Tamakan elbette. Hoş kelibsizlar. Jiroq ko'may. Jurtdan alaydan mana shu kandidat muzik so'rini programmamiz uchun qadam topshiriq qilganlarga ko'p rahmat. Jafo chekdinglar. Yo'lda jafo tatib qolmagansizlar. Uxlab qoldim. Kechich keldi. Kechich keldimi? Bir kecha men keldim Mana, lekin. rahmat sizlarga, ko'p rahmat. Jafo chekibsizlar safarda. Mungdashqa shodiqinglarni elib olamiz. Bo'ldi. Bular mening uzun yillik ikki ini og'inam bo'ldi. Ha. Maknoyisning Qumqisar yezisi degan yeza. Mushu dangliq rassomlar yezisi shu. Shu dangliq yezidan kelgan aziz mehmonlarimiz bo'ldi bular. Izkam, shundaqmi? To'g'ri. Qadirkam, Akbar Qadirkamlarni biz televizorlarda ko'p ko'ramiz. Markaz televiziya stansiyaning ekranlaridami ko'p ko'rgan. Shundaqmi? Sizlarning ovozinglar mana mamlakatimizning har qaysi joy-joylariga yetgan deb faxrlanamiz. Xo'sh, amsa Mavla aka, mushu sizning ijodiyatlaringiz nimishqa mushu Do'lan muqomlari Praqadagi desam, mushu ikki iningiz bor ekan sizning, shundaqmi? Men mushu endi xizmat munosabati bilan Mak degan yurtimi xili tug'an. Xil tudingiz. Shu yurtning osh tuzini jiq yegan. Ondan shu yurtimi mushu Ezjon, Akbarjon, uningdan boshqa yana mushu yosh muqom varislarini boshqalar deymiz. Pishqadam ustozlarimiz Nasinikam, Yusunikam. Mushu Maknoyisdagi muqomchilar bilan asosan tunish menchu. Ular bilan yaxshi tunishliqim bor. Ancha-muncha salomlashib turmiz. O'zimmi mushu birisiga mushu Do'lan muqomlarini bak yaxshi ko'rma. Yana birisiga mushu xalqningmi mushu mijoz xarakterini ras yaxshi ko'rma. Bular haqiqatan mundaq gipi uchuq, ko'ngli to'z. Anikin rasli mehmondo'st. Balkim sen udullab berib, masalan, basanglar ularning mijoz xarakterdagi shu yurtlarning makit marallashdaymiz. Shu yurtlardagi xalqlarning mijoz xarakterini bek iniqis qilg'ildi. Ajoyib mardona xalq hamda. Ben so'rab baqsam, ikkanglar akuka, shundaqmi? Qo'ysanglar aksi, qo'ysanglar. Aksi. Kom bo'ldi. Men kichigi. Kichigi. Qo'shmaq emas, shundaqmi? Yo'q, yo'q. Ikkanglar qancha yosh farq qilsizlar? 7 yosh farq. 7 yosh. Akam, Ezkam yosh turibdi, shuna shuna qaragan chaqda, Besh bir bo'ldim. Shuni yoki bunda qarasa, haqiqatan bir tangdamatlik ko'rindi ekan bizga. Jiqli shunday deydi. Jiqli shunday. Qo'shmoqmi deydi? Ha. Yo'q, qo'shmoq emas. Aka, andat jiya deb. Sizlarda mushu oilanglar, shu xalq san'atkori, oila a'zolari, masalan, tag'imiz, shundaqmi? Mujjatda bir oila jihatda bir uchuringlarni ko'rmanlarga bir azroq beramsizlar? Bo'ldi. Dadam bo'lsa muqamchi, Do'lan muqamchisi. Ha. Bizda shu Cho'ng'osoq dadam muqam aytgan toq. Shu ta'sir qildi ekan, o'tmishalik bo'lganlik uchun. To'g'ri. O'zim qiziqib hisobda mevgandan cho'ng'oqni kerak. Qo'yuq Do'lan muqomi ishidilam cho'ng bo'lgan shu ta'sir. Meshablar bo'ldi-da. Shu bo'lgan ekan, biz ham shu o't cho'ng'oqni ekan. Shu meshab anglab shu amroq biz ham qiziqib. Ayda bir mashina qiziqib o'rgandim. Yo'q, enim bu buni qilib, bu ham qiziqda. Qiziqmisiz bo'lmayotgan. To'g'ri, to'g'ri, qiziq. Bu shu 10 yosh ashqas bu ham qiziq boshladi. Qiziq bu ham muqamchilar yetishib chiqdi. Sonra bir o'ydan ishkelan akuka o'g'lim chiqdik. Dadamdan uchun bir ishlari kontrollarimiz. To'g'ri. Ondan Adiljon. Bu Ezizjon endi yaxshi bir qonunchi, yaxshi bir muqomchi bo'lib qolmay, mushu Do'lan chalg'ularini yasaydigan usta. Usta bo'lganda malqir, Avrus yasaydi.
Hele ma o sazlarının ölçemlerine ravrus men jak mundaşkan ezjemden ço. Ha. Muşu çalgılarının ölçemlerini kılış, anekenden kanda kısa kanda avaz çıktı degen toğırlık jak ilmi izdengen bu ezcan ço. Muş kalun yasaydı, ravap yasaydı, dolangıcıki yasaydı. Ezcan emde özü bir mukam çöpkanmay aşı çalgılarını yasaydıgan bir usta emde. Bu jihatdan de biz hakikaten bir qayil bolmasak bolmaydı. Bulup hem de müzik sahasida bulup hem de müzik jihatdan kasbi bilim yurtlarida bilim almagan taqdirdimi? Ana şu yurtda şu quyuq dolan muqami muhitida cho'ng bo'lganligi uchun balkim bu shu talant tabiiy shakllangan bo'lishi deb o'ylaymiz. Hamda san'at bilim yurtlarida 4 yil, 5 yil o'qib kasbiy bilim olganlarmi obdan bir duttani yasayamaydi. Ha. Demak, Emde mavu ma talant bilen akılgan iş emes. Doğru, doğru. Emde mavu dulan mukam bolgan kızıkış onundan keyinki ılkımında birilip ügünüş. Avu emde bir aile muhiti talant bilen bolgan bolsa emde ma çalgılarını yasap durup ma toktap durup ma yaş bolgandaki mani ma bir ilmi ölçemlerimde bir kılıp tadqiq qilib baqay. Manda bir net santr yazsak yaxshi chiqadi. Mani umu yaman inchki narsa mush soz chalg'u yasash chu. Elaqa bir millining orliqi hamda bek cho'ng farq qildi bir sozning yoki bu xarakning egizligi deymiz. Nurg'un taraflar ikki simning orliqi shundami? Ezjon. To'g'ri. Ash taraflardami balkim ashuni o'rganish jarayonidan balkim nurg'un mag'lubiyatlar, nurg'un buzuq qo'yishlar bo'lgan bo'lishi mumkin Ezjon. Bo'ldi. Masalan, qanchalik vaqt Hazırımda muşu ne kılatqılı 21 yıl boptu özüm oңç kılatqılı. 21 yılda. 21 yıl oldu. hozir bu yil necha yoshga kirdingiz? Bu yıl 37 yaş kirdim. 37 yoshga kirdingiz. 21 yil bo'ldi. Ögenken tabi salsam 27 yıl boptu. 7 yil. Şu dadam bolsa yasaydı lekin mükemmel hesap bulamaydı. Ha. Kalan bu dadam ürümçek bir çıkış fırsatlan. Ha. Müşah kelip muş müziklerini küret. Ha. Takım bek muş balam bir yasiken dep. Özüm kızıkta ben mükemmel hesap kızıkkandı ken o işligim hem de kızıkkemiz çalgı hesaplığa. Ha. Aşağıdan balam sen ben bu yasagan hem de sen mükemmel bir gelgen bolsa dep ürümçide. Müşah bir 5 yıl 6 yıl turup kaldım ben 6 yakın. Ha. Müşah bugün hep Ha. hem de hazır hesapta 28 yıl müzik esetken ben. Oo. Dolan sazırdılar 4 yıl hem de kalon, dolar abi, dolan gacike, Ha. dolan depe. Ulan depe. 4 yıl. Ma qagan çalgılını Qagan ma kösetmegendikken ezizja. Manımda yasayma, Mevlanka manımda Ben de yasagan. kamda resmen köyümde Ha. alkıma dolan sazırdı köyde. Ha. Mini sazırlar bu kürüşkem fırsat Fırsat Tulu olmadı. oturduk, tulu muğdaştık. Lekin masa olmaz, müştaz doğrusuyla muğdaşıp. Atağırsın asken muğdaşmaptınız. Doğru. Bu kadar şu dutta tebir gacek, kuşlar satar, millera batı kumullara pe, kumul gacike. Çam, Aşını mı Beysunay, hesap Katarlık nagara. Ha. Şurada bulup altıken 28 kıl yakın müzik esetken. Aynen. Demek bu 28 xil muzikini yasayalarga adamga nisbatan hamda men bunda o'ylayman bu muzik chalg'u asboblarining bir o'rtaq aloyidligi, bir o'xshash aloyidligi bor o'xshaydi. Hammasini yasayaligini qaraganda. Endi meselen emde mesle taruldu qara. Neydi Ha. başkası ne bilen dapnagırdı başkası da. Lekin farqımız zor qara. Farqımız zor. Ba, Ürümçi'de ögetke ustam bütün saz yasayalaydı. Tuluk yasaydı. Şu milli sazlı olsun arkadaşlar tuluk Siz yasaydı. muzikatlar işçilik sonu okun desek bulduk ya 72 xil ünür var degende 78 xil muzikini saz asbobni yasayalar ekansiz. Anda bu hünane Ekbercan kızıktı mı? Bunun ögende. Ha, Bunun da ögende. tuluk ögünü bulanmadı yok. Ben mukamı bektirip gitti. Ha. Bana sadece bunu var etkizde. Bu yasaşımı yani ünlü vatıda. Çıkanlarına Net sazgı yetküzdük Ekbercanmış yasaşına. Yasaşna sajatna şu kalon, ravab, duttağın Yasıgan ravabqa, yasıgan qalıqı simtatışını ügünüp tutuk mu ya ki? Rasmi ya şu. nakaş kulaşım ügengen. Ha. Nakaş Ha. kulaş arlıqıqta men bu dulamqam kızıp kitap. Ha. Dese şu ölmeyman gilep, uyan buyan berep çelep. Ha. Hem de mane yasaş ügnüşçen ve akamdak eğibesek edep olmasa. Bir oltursak tıkır tıkır koya ve kendiki Yazırak hoş yapmayın ekan. şöyle Ay, mukamlık çıkıp kitap manıqa. Mauça a inçki iş qara. Qanda adamga maskul tutsan al. Çangpojun. Ha. Adam ma ezcanның türküki qalun tangşişiden. Ha. Ezcandım aş man oxşas çangpojun Çangpojun. baken de biz qıldım. Aş Üy kapam solmaydı. no te inçki tangşaydı. Aş çokum bek inçki emdi ço. To'g'ri. Endi Mevlanka,
Bu ishki akamdan bir narsa so'rag'im kelyapti. Sizlarning hamda bu shu muqim bir xizmat bormi yoki mana bu shunday xalq orasidagi bu faoliyatlarga qatnashib mushta o'tamdi? Bu yerda bir paranglashmoqamdiq deb so'rag'im. Yo'q, endi faoliyatlar teklif qildi. Taklif qildi. Umektim bo'lsin, boshqa faoliyatlar bo'lsin teklif qildi. Endi mau Mekitnayız, endi men şu Mekit'e cıqraq tutum. Endi Mekit'nin mau endi üzümü bir baha güher bu dolan makamları. Andan endi şu naidiki alaqadar orunlanan mı endi şu dolan makamlarga bolgan qollışı, muqamçılığa bolgan qollışı meningçe bek yaxşı. Raslam. To'g'ri. Ha. Shuning uchun endi biz mayli mamlakatimizdagi yuqori taratqularda bo'lsin, yuqori darajalik taratqularda bo'lsin, avtonom rayonimizning tashviqot taratqularida bo'lsin, bularning asarlarini biz ko'p uchirtib turyapmiz. Shundaqku, undan boshqa ham Markaz televiziya stansiyasi, Shinjang radio televiziya stansiyasining sahnalarida sizlarni ko'rgan. Shunchalik huzur olgan har millat xalqi asarlardan shu san'at asridan zo'q olgan, ta'sirlangan. Haqiqatan ham dolan muqomlarda mayis qilib bir mardlik chiqib turdi aka. Acayip. Mardlik, bir qaysarlik, erkaklik chiqib turdi. Yeni bir narsani so'rag'im keldi. Bu shu ishkanlar mana bizning oldimizda o'tiribsizlar, gap qilyapsizlar, normal ovozinglar naqshetqa ovozga o'xshamaydi. O'xshamaydi. Dolan muqomlarining aytish uslubi mushunda mangan bo'lishi mumkin avlodlarga. Endi shu naqshini aytib tugatgich bo'lganlikda gilinglar og'rimdi, charchamsizlar. Yo'q, chiqroq aytib qolsak ham salamda talada. Taladi. Bizdan ki bir akşamlık to'la emas, naqdchiga ya. Ojo. Shunda to'lsak gap bitmaydi. Ha. 2 kun bo'lgan bitadi. Nimiz qalsam bularning mı? Müşemde memeşin çanfa, liuçin çanfa dep endi çanfalar var. Ameliyat mış dolan makamının mı özüge xas ılıqma avaz çıqırış uslubu boldu ço bularning mı ço. Bizge şundaq çınqılıp aytayotganak bunda ameliyatda özleri unchola çınqılıp ketmeydi. O'ziga rahat. Özüge rahat bir nimisi aşı avazının ornuna rahat bir ekilip aytıdı ameliyatı bular ço. Ben bunda oylayman ço. Bu mesela bizden başka ma güzellik tüsünü cıqraq algan naqshlarımız bunda güzel bağlar oqşsa. Ma dolan muqamına bir hayvetlik taqlar oqşaş. Ço bir xil. To'g'ri. Bunun da ılıqı mındaq nefs güzellik qaraganda mındaq Çin hissiyat anınkinden haqiqi mındaq hayvet baço. Anılsanız qanmaydı adamço bunu. To'g'ri. Endi demak, makitda sizlarning yurtda bo'libmi? Mana bu shundan mashrab yoki muqom aytish so'rinlari ko'p o'rnashtiriladi. Ko'p bo'ladi. Masalan, bir oyda qanchalik so'rin borsizlar? Bir oyda 20 qatim. Oho, 20 qatim. Gay bir oy saq. To'liq o'qitdi. Andan bu yilda örümü düşemdi xali. bo'ldi. Örüm tushadigan yer bilan. Tushgansiz bek varaqat kutib. Tushgansiz. Ras, obdan gapço. To'g'ri. Ma bu Andan tam bu ezcanmıço. Sazlanım ama yasap koydu. Bu yasap bu ezcanın ya ilan berişi ya komisi bir dukan qilishimning majit yok. Aşı sayahatçiler, şu dolan muqamının heveskarlar ameliyatda bizlam emas. Şu bütün dövlətimizdə ba içkirlərini kildigan dolan muqam heveskarlar var ço. Bu dolan muqamlar qiziqadigan heveskarlar bizning ətrafımızda ham çəkilinib qalmaydı. Andan Ezcanның yasıgan çalğılarımı ço. Aşulardan aşmaydı qıra. Kelgen sayahatçiler deymiz, aşı şu heveskarlar deymiz. Aşındaq buyurtup ço. Ezcan malıqı yasıgan nisip mal naqshlar jihatdan bo'lsa, naydi nefs mundaq qiliq, naydi ko'ngil qo'yib noch yasaydigan bo'lgan ekan. Shundami Ezja? To'g'ri. Ezgamdek firkaslardan so'rab baqsam, shu yurtda masalan o'zinglar shu dolan ravab, qalon, chang, dab, mushlar bilan aytib kelsizlar, kevatsizlar shundoq-ku. To'g'ri. Endi menga bir es tuyg'u, nayt yaxshi bir tuyg'u berdi. Masalan, shu chalg'ular bilan mana zamonaviy musiqalarni birlashtirsak, bunun sehri kuch texmi oshirgan mavlanka mayiz qilg'inim. Bak yaxshi bo'ldi ekan. Shunda sizlar qanday o'ylaysizlarmi shunda? Yaxshi bo'ldi ekan. Bu da shu mevlankam shu bizni to'g'ri qilibdi, bizni chiqib. O'sha maslashtirib bek to'g'ri qilibdi deb o'yladim. Hozirgacha mas'ul chapaqmabdi emas. To'g'ri. Nurg'un faoliyatlarga nurg'un ishlar qatnashdik, musobaqa qatnashdik. Uyalım şu özümüzler mi şu dolar abi dolar kaçki kaldı. Ular özümüzden sezlen tüken. Hazır geçme zaman müzikle çepakmagan. Mevlam kem hem de şu berip aşağı tulla ortaklaşkan. Lekin bek
Ulan makam To'g'ri, tushungan. to'g'ri. Endi bu hozirgi endi bu manda qiladi men o'ylamabdiman, lekin kelgandan keyin bu ajoyib bir yaxshi bo'libdi. Ha, Biz ham shunda ben hoş oldum bu takımbek xalqimizga takımbek yiqilish degan ma'noda. to'g'ri, Bu to'g'ri. zamanımız bilan bo'lgandiki takım Ha. uçuş qilishga bag'an sira demin laqi gençini To'g'ri qo'zg'ab aytdingiz ko'p. ayda men o'zim bilchab turgan shu mashq qilish jarayonida bu Boshqa his tuyg'u bo'ldi. boshqa bu burunroq qilg'ashga Ha, memlakat bizim bir başlangıç mashinaga bak nayta to'g'ri. yaxshi boshlanishlikda Ha, Rahmat. deb memlakat shunda bilan bir biz mushukka to'g'ri keldingiz shunda To'g'ri. hoş oldum. To'g'ri, ko'rmanlarmi biladi. Rahmat. Endi Mavlankamning ijodiyatlarini eslab o'tsak, Mavlankamning har bir ijodiyatlarini shu mayli Xotanning yerlik chalg'u asboblari bo'lamdi yoki Do'lanning chalg'u asboblari bo'lamdi, zamonaviy muzika bilan, naq maydon muzik adretlari bilan birlashtirib chiqargan asarlari nihoyatda katta chiqyotdi. Bu Mavla akamning shu yurtlarga tushib, sildek inillari bilan ko'rishib, fikr almashtirib, tatqan ajrning bir mevasi mas'uli deb o'ylaymiz. Haqiqatan u asarlarni biz anglagan chig'imizda haqiqatan to'xuyetimiz ko'p ketadigan bir asar bo'ladi ekan. Shaxsan men ba'zida tuanda turib anglasammi, shunchalik bir jushqun Do'lanning, Xotanning yerlik chalg'ulari zamonaviy muzikalar bilan birlashib, texmi bir qaynoq hissiyot urg'ib turdi ekanda Mavlanka. Bo'ldi bundan keyingi asarlaringlarning mana Mavlankamdek bir ustozning yo'l ko'rsatishi yetaklashida texmi katta bir asarlarning chiqishini, ro'yobga chiqishini umid qilamiz. Ham mana bu shunday zamonaviy chalg'ular bilan birlashib, cho'nglar emas, yoshlarni yaxshi ko'radigan bir asarlarning ko'plab chiqishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Emse bir vaqtlarni ep qo'ydik. Ya Emse şu ansambldagi yigitlar bilan birlashib bizga Do'lan maqomlardan birini keltirib Mana. bersizlar. Bo'ldi. To'xoyetimizni bir ko'p turib qo'ygan bo'lsa. Bo'ldi. Kandidat ishlatganda notanish erlardan ehtiyot qiling. Yerimizin gemir vay vay. Duruştu
Hoş qadrli dostlar, görürmenler, görüp atqınыңlar. Şinjan yeni kandidat biopentexnik şirketi tacidarlığıdaki Mevlana Studiyasi, şundaqla Önüm Mediası birleşip işlep atqan Muzika sorunu programısı. Eytip bergen muqamыңla yüreklerini lerziga saldı braderler. Rahmet sizlerge. Bunun keyinki meyli muqam eytiş, meyli aşu bizning tevarak çalgılarımızı yasaş cəhətdə bolsun, işleringlar qutuqluq bolsun, ailanglar xatirjam bolsun. Rahmet aka. Rahmet. Yana muşundaq bir körüşüp turuşqa nisip bolsun. Rahmet. Rahmet. Ben ballan elep məktib berip oynap girişin bizim kızın karşıladı. Rahmet. Körürmenlerimi bir teklif kılıp ettiğinde olsa, Mekit'ke yaz kilovatı mana şundaqmı Mevlanka? Ras o Mekit halkı mesela Maralveşi deyimiz, Dolan halkı acayip mihmandost, naiti bir acayip karakteri güçlü Bağa halk. kang. Hoş, unda olsa Mevlanka programımız namıdan bu iki aziz mehmenimizga azırak köngül soğuz qılgan bolsak qana. Buldu. Bizge şu bir baha teverik mukamlarını eytip berdi. Şuna bizmi şu kandidat şirketinin naiti kıymetlik bir bahamış Adem Giyadın yasalgan Adem Giya cevheri talqını onundan başka yani başka mehsulatlarını koşup şunlara soğuqlımız. Rahmet. Rahmet sizlerge. Mana Elcan Asun. Sakın düşkendiki yeni bacımı. Rahmet sizlerge. Selamet bolinglar. Rahmet. Hürmetli görürmenler, görüp oğunanlar. Şinjan yeni kandidat biopentexnik şirketi tacidarlığıdaki Mevlana Studiyasi, şundaqla Önüm Mediası birleşip suratga algan Muzika sorunu programımızı. Kögünler köp rahmet dostlar. Dostlar, rahmet. Taqtib qo'yishni unutmag'aysizlar. Genzem Finshan. Canfa ha? Hoş. Sevip uyuyor,